Moskvaning Vnukovo aeroportidan Anvar akamizdan video yetib keldi aziz yurtdoshlar. Videoni tomosha qilamiz. Assalomu alaykum, tuzimsiz, salomatsiz, yaxshimi? Uka, men Vnukovo aeroportiga yetib keldim. Katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Ishlaringizga omad. Xudo xolasa yaxshilik kunlarda, xursandchilikda ko'rishamiz uka. Katta rahmat. Aka, rahmat sizga video uchun alohida. Bu video esinglarda bo'lsa, bir hafta oldin YouTube kanalimizga joylangan edi. Bu akamiz bilan shaxsan video qilgan edik. Zapretni ochganimiz haqida. Hozir esa akamiz Vnukovo aeroportiga yetib olib, eson-omon yetib olganligi haqida bizga videorolik taqdim etib, bizga minnatdorchiligini bildirmoqda video orqali. Akamiz sog' va salomat bo'lsin, ishlariga rivoji kor, kasbu barakat bersin. Kimga Zapret deport tekshirish va ularning ishonchli yetish xizmatlari kerak bo'lsa aziz yurtdoshlar, ekrandagi raqamlarga Telegram, WhatsAppdan yozib murojaat qilishingiz mumkin aziz yurtdoshlar. Agarda sizlarda ham ishlarni yetish imkoniyatlari bo'lsa yoki qanaqadir tekshiruvlar, точно tekshirish kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Biz orqali xudo xolasa ishinglar hal bo'ladi aziz yurtdoshlar. Agarda kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar aziz yurtdoshlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.